Ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatdan o'tkazishni rad etishning asosiy holatlari. O'zbekiston Respublikasining ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatdan o'tkazish to'g'risida qonunning 44-moddasida belgilab o'tilgan. Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 535-sonli qarori bilan tasdiqlangan ma'muriy reglamentlarga muvofiq kadastr hujjatlarini rasmiylashtirishni rad etishda ham sabablarni ko'rsatgan holda xabarnoma yuborilishi belgilangan. Shu bilan birga qonunning 15-moddasiga muvofiq ro'yxatdan o'tkazuvchilar uchun ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatdan o'tkazish masalalari bo'yicha uslubiy ko'rsatmalar ishlab chiqilib, Davlat kadastrlar palatasi raisining buyrug'i bilan tasdiqlangan. Uslubiy qo'llanmaning 4-bobida to'liq ravishda huquqlarni ro'yxatdan o'tkazishni rad etish holatlari ko'rsatib o'tilgan bo'lib, ro'yxatdan o'tkazuvchi davlat ro'yxatdan o'tkazishga doir harakatlarni amalga oshirishni rad etilgan kundan e'tiboran bir ish kuni ichida vositachini rad etish sabablari hamda ushbu rad etish ustidan shikoyat qilish tartibini ko'rsatgan holda xabardor qilishi shartligi ko'rsatib o'tilgan. Ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatdan o'tkazishni rad etishda ro'yxatdan o'tkazuvchilar elektron tizimda qonunga muvofiq asosiy rad etish sabablaridan tashqari ushbu obyekt bo'yicha rad etishning aniq sabablarini ko'rsatgan holda xabarnoma yuborishi imkoniyatiga ham egalar. Ko'chmas mulkka kadastr hujjatlarini rasmiylashtirishda va ularga bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatdan o'tkazish xizmatlarini ko'rsatishda qonun hujjatlariga rioya etilishi, shu bilan birga asossiz rad etish holatlarini bartaraf etish maqsadida Davlat kadastrlar palatasi raisi tomonidan tasdiqlangan reja jadval bo'yicha har haftaning payshanba kuni boshqarma va filial mas'ullari ishtirokida onlayn huquqiy seminar tashkil etilgan. 2024-25-yil aprel oyi holatiga Davlat kadastrlar palatasi hududiy boshqarmalarida o'tkazilgan monitoring natijalari tahliliga yuzlanamiz. Unga ko'ra, ushbu davrda 1,511,750 bitta murojaat kelib tushgan bo'lsa, ulardan 53,015 tasi o'rganib chiqilgan va 88% ijobiy hal etilgan. 800 bittasi esa, ya'ni 12% turli sabablarga ko'ra rad etilgan. Rad etilgan murojaatlar to'liq, jiddiy o'rganib chiqilib, 187 ta holatda 91 nafar mutaxassisning ustamasi ushlab qolingan, yana 91 nafar mutaxassisga hayfsan jazosi belgilangan va 5 nafar xodim ushbu vaziyatni keltirib chiqargani sabab ishdan bo'shatilgan. Ta'kidlash lozimki, yuqorida ko'tarilgan masalaga ma'muriyat alohida e'tibor qaratgan va bu bo'yicha o'quv ishlari tashkillashtirilib, muntazam ravishda mutaxassislarning malakalari oshirib borilmoqda. Ro'yxatdan o'tkazuvchi bosh muhandis va kadastr muhandislarining uslubiy qo'llanmaga amal qilib har bir murojaatga alohida e'tibor bilan yondoshlari nazoratga olingan. Qisqa qilib aytganda, mazkur yo'nalish va uning bosqichlari to'liq tartibga solingan, ammo guruch kurmaksiz bo'lmaydi deganlardek ishiga mas'uliyatsizlik bilan yondoshib fuqarolar murojaatlariga e'tiborsizlik qilayotgan mutaxassislar faoliyati ko'rib chiqilmoqda va ular bilan amaliy ishlar olib borilmoqda.